Ramazonga o'zimizni qanday tayyorlashimiz kerak? Mana alhamdulillah Ramazonga ham sanoqli kunlar qoldi, sanoqli haftalar, ya'ni juda ham oz muddat qoldi. Hademay Ramazonga ham yetib boramiz. Bu kunlarni, aynan Ramazongacha bo'lgan kunlarni biz qanday o'tkazishimiz kerak? O'zimizni qanday qilib Ramazonga tayyorlaymiz? Aynan shular haqida hozir gaplashamiz. Biz bilamizki, sizlar ham bu haqida oldin eshitgan bo'lsanglar kerak. Sahobalar Ramazonga yetishlik, ya'ni Ramazon oyi yetishlik uchun 6 oylab duo qilishar ekan. Ya'ni ey Robbim, Allohumma ballighna Ramazon, Allohumma ballighna Ramazon. Ey Robbim bizni Ramazonga yetkazgin. Shu yilgi Ramazonga ham ulguraylik. Shu yilgi Ramazonda ham ro'zalar tutib ibodat qilishlikka bizga tavfiq bergin, umrimizni yetkazgin deb duo qilishar ekan. 6 oy. Ramazonga yetgandan keyin ibodatlarni qilishgandan keyin Ramazondan keyin ham 6 oy duo qilishar ekan. Nima haqida duo qilishar edi? Ya'ni Ramazondagi ibodatlarimizni qabul qilgin. Ey Robbim, bizni Ramazonda qilgan amallarimizni qabul qilgin. Bizni ro'zalarimizni qabul qilgin. O'qigan namozlarimizni, Qur'onlarimizni, ro'zalarimizni, butun ibodatlarimizni qabul qilgin deb 6 oy yig'lab duo qilishar ekan. Nima uchun sizlarga hozir aytyapman? Ramazon oyi biz musulmonlar uchun haqiqatan juda ham muhim oylardan biri hisoblanadi-da. Chunki Alloh taolo oylarni ichida eng afzal oy deb Ramazon oyini tanlab oldi. Bu Ramazon ichida ham ba'zi kunlarni xos qilib tanlab oldi. Ya'ni aynan oxirgi 10 kunlikni eng yaxshi kunlar deb tanlab oldi. Uni ichida ham eng yaxshi kecha deb Laylatul Qadr kechasini tanlab oldi, to'g'rimi? Ya'ni u tanlab olishligida maqsad nima? Asosiy maqsad o'sha oylarda siz, o'sha belgilangan oylarda ibodat qiladigan bo'lsangiz, ajr savobingiz bir necha barobar ko'proq bo'ladi, bir necha barobar yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ham ozgina amal qilib ko'pgina ajrlarga ega bo'lishingiz mumkin. Endi shu ajrlardan, shu amallardan eng afzallari qaysilari? Bu albatta Qur'on tilovat qilishlik. Chunki Ramazon oyi Qur'on oyi. Ya'ni Ramazon oyida o'zi Qur'on nozil bo'lishga boshlagan. Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lar edi. Jibril alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga har Ramazon kechalari o'sha vahiy qilib tushib, kechalari birgalikda Qur'onni kana yatadarasul Qur'on, ya'ni Qur'ondan dars qilishar edi. Nima tushunishimiz mumkin bu gaplardan? Ya'ni Ramazonda Qur'on tilovat qilishlik, Qur'on xatmlari qilishlik, Qur'on eshitishlik, Qur'on o'qishlikni ajri boshqa kunlardan ko'ra yana ham yuksakroq ekan. Yana ham ajri ko'proq bo'lar ekan. Siz Ramazonni kechalari Qur'on bilan, qiyom namozlari bilan, tarovih namozlari bilan, Qur'on tilovatlari bilan o'tkazasiz. Kunduzlarni ro'zalar bilan o'tkazasiz. Ramazonga aynan o'zimizni qanday tayyorlashimiz kerak? Biz haqiqatan Ramazonda Qur'onni, ya'ni siz aytgandek tilovat qilishlikni xohlayapmiz. Bu safargi Ramazonimiz oldingidan yaxshiroq o'tishini xohlayapmiz. Nimalar qilaylik? Ungacha nimalar bilan band bo'laylik? Nimalar bilan tayyorgarlik ko'raylik? Bulardan eng asosiy 3 tasini aytaman. Birinchisi bu Qur'on bilan iloji boricha yaqinlashish. Yana ham yaqin muloqot qilishlik. Ya'ni bu nima degani? Agar Qur'on o'qishlikni bilmasangiz, o'rganishlikka boshlang. Arab tilini harflarini tanimasangiz, arab tiliga kirishing. Qur'on oyatlarini ko'rganda bemalol o'qa oladigan darajaga chiqing. Aytaylik, masalan, eng oxirgi marta Qur'onni qachon ochib siz ya'ni xatm qildingiz yoki o'qidingiz, masalanda Qur'onni ochib olib, Qur'onga qarab, xushu bilan eng oxirgi marta qachon ochdingiz va bitta o'qib qo'yib, shu bilan oylab yopib turadimi Qur'oningiz? Shu holatlaringizga qarang, o'zingizni tekshiring. O'sha o'rtadagi bog'ni iloji boricha mustahkam qiling Ramazongacha va bu narsa sizga albatta Ramazonda yana ham Qur'on bilan lazzat olishingiz, yana ham Qur'on bilan yaxshiroq ibodat qilishligingiz uchun juda ham katta ko'mak, yordam bo'ladi. Birinchi o'rinda nima ekan? Qur'on bilan yaqinlashishni yana ham niyat qilishlik, yana ham bu narsaga harakat qilishlik, yana ham Qur'on bilan aloqamizni to'g'irlashlik. Ikkinchisi albatta yomon odatlarni tark qilishlik. Yomon odatlarni tark qilishlik bu katta kichik gunohlar bo'ladimi? Yashirincha oshkora qilinadigan gunohlar bo'ladimi? Farqi yo'q. Alloh taoloning nazdida yomon, gunoh deb sanalgan har qanaqa ishlardan, har qanaqa gap so'zlardan, har qanaqa amallardan siz o'zingizni kunma-kun tiyib, o'zingizni Ramazonga tayyorlashga boshlang. Chunki inson gunoh qilgan sari qalbi qorayadi, gunoh qilgan sari qalbi qotadi va Qur'ondan bo'lgan ulushini ola olmaydi. Qur'ondan bo'lgan iymonni, Qur'ondagi nurni o'ziga ola olmaydi. Shu sababdan ham Qur'on o'qishlikni xohlamaydi va yoki Ramazonga kiradi-yu, Ramazondan
yetarlicha unumli foydalanmaydi. Hamma iymoni oshib, hamma savoblarni, ajrlarni ko'paytiradigan vaqtda gunohkor odam, qalbi qotib ketgan odam azonni aytsa-yu tezroq og'zimni ochsam degan narsanigina oladi xolos. Ya'ni faqatgina qornini o'ylaydi xolos Ramazondan. Aslida faqatgina qornini o'ylash emas, birinchi o'rinda qalbni o'ylashimiz kerak-da. Buning uchun Ramazonda qalbingiz yumshashi uchun, qalbingiz iymon nuriga to'lishi uchun, o'sha qilayotgan ibodatlaringizdan ulush olishingiz uchun Ramazondan oldin harakatni boshlashingiz kerak. Ramazondan oldin gunohlarni, ma'siyatlarni, katta kichkina gunohlar bo'lsin, yomon amallar, g'iybatlar va hokazo fitnalar, har xil yomon, Alloh taolo nazdida nima yomon amal bo'lsa, shularni birma-bir tark qilib, o'zingizni isloh qilishlikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda siz Ramazongacha o'zingizni yaxshi holatda tayyorlay olasiz. Uchinchisi, Ramazondan keyin ham davom ettira oladigan odatlar qo'ying. Ya'ni nima degani? Hozir voy Ramazonga tayyorlanishim kerak ekan, o'zimni isloh qilishim kerak ekan deb, endi kechalar turishga boshlashim kerak deb, masalan, kechasi turib olib, aytaylik 10 rakat, 20 rakat, 100 rakatlab birdaniga o'qib yorishlik bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bir kun turasiz, 2 kun turasiz, 3-chi kun уже tura olmaysiz. Shuning uchun ham shunaqa odatlar, shunaqa ibodatlar olib kiringki hayotingizga. Bundan keyin ham Ramazon kelsa ham, Ramazondan keyin ham u narsalarni, u ibodatlarni qila oling. Iloji boricha o'rtacha miqdorlarni belgilang o'zingiz uchun. Bu ilmdagi miqdor bo'lishi mumkin, Qur'on o'qishlikda, Qur'on yodlashlikda bo'lishi mumkin yoki o'sha aytaylik nafl namozlaridan bo'lishi mumkin. Kuniga 100 rakatdan emas, 2 rakat o'qing. 2 rakat nafldan boshlang. Bu naflingizni Ramazondan keyin ham qila oling. Chunki Ramazon ichi hamma ibodatga zo'r harakat qiladi, zo'r ibodat qiladi-da, hayit kuni bo'lishi bilan o'sha bo'ldi. Hamma narsa Qur'on ham yopiladi, ibodat oyi tugadi. Xuddiki endi bo'ldi, ibodat qilmasak ham bo'laveradi degandek xayol bo'ladi-da ko'pchilikda. Bunday bo'lmaslik kerak. Ramazon o'zi o'zimizni isloh qiladigan oy. Ramazondan keyin ham o'sha islohlik bilan davom eta oladigan ibodatlarni hayotingizga kirgizishingiz kerak bo'ladi. Bulardan bittasi albatta o'sha ilm olish ham, aynan Qur'on bilan bo'lgan aloqani ham, ya'ni ma'qul darajada kiritishlik ham bu nuqtada juda ham muhim. Ya'ni siz hozir masalan o'zingizga niyat qilib bo'ldi, kuniga 2 poradan o'qiyman deb o'zingizni qiynab yoki kuniga 1 poradan xatm qilaman deb o'zingizni qiynab Ramazongacha zo'rg'a yetib olasizda, Ramazonda ham zo'rg'a ibodat qilasizda, keyin Ramazon tugashi bilan kitobni yopib qo'yasiz. Bunday holat kerak emas bizga. Oz-ozdan, kam-kamdan davomiy qilingan ibodatlar baribir o'zingiz uchun ham, oxiratingiz uchun ham yana ham foydaliroq bo'ladi. Ramazonga o'zimizni qanday tayyorlaymiz? Birinchi o'rinda nima ekan? Qur'on bilan bo'lgan aloqamizni to'g'rilaymiz ekan. Ikkinchidan yomon odatlarni tark etishga harakat qilar ekanmiz. Kam-kamdan bo'lsa ham birma-bir kamaytiramiz va uchinchidan Ramazondan keyin ham davom ettira oladigan odatlarni, davom ettira oladigan ibodatlarni hayotimizga sekin-sekin qo'shishlikka, kunligimizga qo'shishga harakat qilar ekanmiz.